Assalamu alaikum qadrdan ko'rarmanlar. Sizlarning diqqatingizga Qozog'iston Uyg'urlari kanalidagi xabarlar programmasini havola qilamiz. O'zlaringizga Qozog'iston Uyg'urlariga munosabatli yangiliklarni sunmoqchimiz. Sizlar bilan xabar bo'limining жүргізгічлері Shahniza Aziz qizi va Esijan Adiljan o'g'li. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале «Казахстан Уйгурлары». Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущие блока новостей Эйсаджан Адылджан оглы и Шахниза Азиз кызы. Здесь делают честные новости. Kun tartibidagi masalalar haqida qisqacha. Maktablar bilan ish davomlashmoqda. Еще один уйгурский жут в Алатауском районе. Bergan qo'l so'g'ilmas. Jomart Jurek 2021. Завершился затянувшийся судебный процесс над Уйгур Авази. Xush xabar. Sabit Shamsidinov 6 medalga muyassar bo'ldi. Cumhuriyetlik Uyg'ur etno madaniyat markazida qurilgan Uyg'ur maktablari bilan hamkorlik shtabi o'z ishini davom etmoqda. Karlin Mahbirov, Rahmatjon Yusupov, Shamshidin Ayupov va Rahmatjon G'ojamberdiyevlardan tarkib topgan ziyolilar to'pi Talg'ir nahiyasi issiq regionlarga safar chekdi. 3 oy mobaynida Almut shahri va viloyatida o'rnashgan o'qitish Uyg'ur tilida yurgizilgan maktablarni aralab chiqish jarayonida maktab ma'muriyati, muallimlar, ota-onalar va jamoatchilik vakillari bo'lgan uchrashuvlarda ko'plagan masalalar o'tirib qo'yilib, ularning ko'pi muvaffaqiyat bilan yechilgan edi. Sentyabr ayının başlanışı bilan faoliyat texim qizg'in davomlashdi. Ziyolilarimiz regionlarga berib maktablarga kitoblarni hadya qildi. Maktabga yo'l aksiyasi doirasida Sanam Beshirova, Gulnara Imom xonim, Zahidam Raziyeva, Dilmira xonim, Maryam xonim, Dilaram Jalilova, Kaminur Sopiyovaning homiyligida darslik yetishmayotgan bir turkum maktablarga kitoblar tarqatildi. Yani bir Uyg'ur ishti yaqinda Alatav nahiyasidagi 6-grada kompleks mikrorayonida qurildi. Shuningga munosabatlik mushu yerda yurtdoshlarning yig'ini bo'lib o'tdi. Uningga Almut shaharlik Yigitboshlari ittifoqi jamiyatlik birlashmasining raisi Abdumejid Iminov, Alatav nahiyasining bosh yigitbeshi Mahmud Mansurov, Almut shaharlik madaniyat markazidagi xonim-qizlar kengashining raisi Roza Abubakriyeva, Alatav nahiyasi xonim-qizlar kengashining vakili Fatima Luqmanova ve jut jamoatchiligi qatnashdi. В Большом зале правительства Республики Алтай прошла конференция «Алтай как социокультурное притяжение народов», в работе которой приняли участие глава республики Олег Харахордин, ученые и специалисты по традиционной культуре, этнографии, истории, а также преподаватели высших учебных заведений. В этой конференции также принял участие известный уйгурский общественный деятель, директор Общественного фонда культуры тюркских народов Туран Дунясы Карлин Махпиров. Ему было вручено благодарственное письмо за международное сотрудничество в области сохранения нематериального культурного наследия, развития и поддержку народного творчества, активную жизненную позицию и участие в Международной ассамблее по эпическому наследию и сказительскому искусству. Almut shahrida Jomart Jurek 2021 xayrixohlik konkursi yakunlandi. Qirollikqa boshlaydigan musobaqa 5 nominatsiya bo'yicha g'oliblarni aniqladi. Uyg'ur jamoatchiligi keng tanilgan saxovatli inson Metalprom Group javobgarchiligi cheklangan yo'ldoshligining direktori Dolquntay Abdulxilil yil metsenati nominatsiyasiga muyassar bo'ldi. Mazkur kompaniya 5000 oylik moddiy yordam ko'rsatish bilan qator yosh sportchilarimiz va sport klublarga homiylik qilmoqda. Umumiy hisob bilan Dolquntay Abdulxilil iqimdagi yilda xayrixohlik ishlariga 88,7 million tanga bo'ldi. Bergan qo'l so'g'ilmas demakchi, Dolquntay akiday xalqimiz faxrlangidak Uyg'urning nomini izgu ishlar bilan mashhur qildigan saxovatli insonlar ko'payaversin. Один из активистов уйгурской общины Бурхандин Тажидинов подал в суд на республиканскую общественно-политическую газету «Уйгур Авазы». Предлагаем подробнее узнать об этом из уст самого истца. Sud to'g'risida so'rab qoldingiz, albatta bu achinarli ish. Hammalarga ma'lum bo'ldi, 1-oktyabrda mening to'g'riliq bir Uyg'ur Ovozi o'tkazisida bir dahshatli maqol chiqqan edi. Endi tuhmat bo'lganda andamandaq emas, toza tuhmatning paskinlaridan bo'ldi. Ya bular xalqni qarg'ulab olamdikin, nimalar yazsaq shuning ishini deydi deymi. Bu yerda maktabni, gazetni, teatrlarni yepish tarafkori, xoin degan so'zlar bilan bo'ldi. Allohning qattiq shukri, birinchi Allohning yordami bilan ikkinchi Uyg'ur jamiyati vakillari, olimlar, ziyolilar va barliq
jigit baslarının ma'naviy qo'llab-quvvatlashi bilan meni bosqinchilikqa ko'nbitishga yo'l qo'ymadi. Bu zot talash tortish o'zining yechimini topmagandan keyin Uyg'ur ovoz gazetiga jami 4 qitim xat yozgan bo'ldik. Andaq qilsanglar, tuzsiz basanglar degan o'xshash so'zlar bilan agar tuzsiz bermasanglar u vaqtida sotga berishga to'g'ri keladi deb dedim, lekin hech bir xatga javob bermadi. Shu sababdan Amanın yo'qligini oxiri sha'ni ham qadr qiymati himoya qilish da'vosi bo'yicha sudga murojaat qildim. O'rishlar qanday o'zlashishda chesi dasturdi degan bo'yicha shuning bilan qisqacha aytganda sud 23-iyuldan boshlab bugungi kungacha davomlashyotdi. 2 oy bo'ldi. Orliqda Sabir aka Gapparov va Azat aka Ibragimovlar bilan yuz ko'rishdim. Nurg'un ishlar oshkor bo'ldi. Ular o'zlarining gunoh yo'q ekanligini aytishdi va yig'izcha ham yezig'cha kechirim so'radi. Biz qo'l ilishdik, suratga tushdik, problem yo'q. Bugungi kunda sud jarayonida hech bir dalil faktlarning yo'q ekanligi, bu ishning yo'q bir yerdan chiqqanligi ko'rindi. Hozircha kamchilik korrespondent Yo'ldosh Molotov bilan главный redaktor Ershad Asmatovda bo'lyotdi. Bugungi kunda sudda davomlashyotdi, oxirida adliy yechim chiqadi deb umid qilaman. Endi bu yerda o'zimni qo'llashga va himoya qilishga majburman. Men ulardan bir pul talab qilayotmayman yoki sotitay, o'taqitay degan niyatim yo'q. Faqat mening talabim gazetga axlash, tuzsiz bersin degan bir talabim. O'rsoq aytganda aprovizyon berish kerakda. Mana mushu yagichan hozircha. С вопросом о судебном процессе над Уйгур Авази мы обратились к главному редактору газеты Ершату Малахоновичу Асматову. Ассаламу алейкум, хөрмәтле күрәрмәннәр. Эфирда Казахстан уйгырлары. Мен Шахниза Әзиз кызы. Бүген безнең каналыбыз хозурында Уйгур Авази ijtimoiy siyosiy газетаның баш мөхәррири Ершат ака Асматов. Ассаламу алейкум, Ершат ака. Хуш кепсез. Сезне күреп отагымызга интайын хурсан булып отырмыз. Әнде Ершат ака ахыркы вакытларда Уйгур Авазының үстидән сотка арыз язылды дигән учурларны аңлап отырмыз. Бу хакында баш мөхәррир сүптидә неме әйткән булардыңыз? Birinchidan studiyaga chaqirib shundaq suhbat uyushtirganingiz uchun sizlarga rahmat. Albatta bundaq ishlar bo'lib turdi. Gazet bo'lgandan keyin bizning haqiqatan o'tgan yili gazetimizga chiqqan duglak ustal bo'yicha bizning ustimizdan Burxandin Tajdinov sudga shikoyat qildi. Bu albatta uning biz hech yetarimiz yo'q. Bu uning konstitutsiyalik huquqi. Sababi hozir adil sud hammasini o'z o'rniga qo'ydi, o'zi yeshidi. Shuning uchun biz uningga hech qanday hayron bo'lmadik. Endi sudga shikoyat qilish har qanday odamning huquqi. Endi biz gazetdan men o'zim 30 yillik jurnalistik faoliyatim bilan o'zim 7 yildan beri gazet boshqarayotgan bosh muharrir sifatim bilan men bu albatta yangi ommaviy axborot vositalarining ishini endi yaxshi bilmadi deb aytalayman. Shunlashqimi biz har qanday maqolani tayyorlaganda, har qanday materialni tayyorlaganda biz qonunga amal qilamiz. Ommaviy axborot vositalari to'g'riliq alayta qonun bor. Bizning duglak ustilimizmi shu qonun doirasida o'tdi deb o'ylayman. Ondan keyin uning mavzusimi o'zining nomidan chiqib turgandek birligimizni quruq so'z bilan emas, amaliy ish bilan mustahkamlayli dedi. Bu yerda bizning tutgan maqsadimiz ya'ni Uyg'ur jamoatchiligining orasida birligini qo'lga keltirish. Buning endi nima sabab bo'ldi deganda shu maqolani uyushtirishimiz sabab bo'lgan narsa shuningdan 3-4 oy burun buni ijtimoiy to'rlarda, WhatsApplarda nihoyat bir-biriga haqorat Uyg'urlar, bir-birini yomonlash, har turli gaplarni qilish o'xshash masalalar ko'payib ketdi. Shuningga biz to'salg'i bo'lish maqsadida shularni kichkina birlikka o'mlik chaqirish maqsadida boyagi duglak ustalni uyushtirdik. Duglak ustalga olimlar, jamiyat arboblari, shundoq Uyg'urlar tanilgan odamlar bo'lib 10 odam qatnashdi. Mana shu 10 odamning ikkisi bizning Uyg'ur jamoatchiligi tanilgan shaxslar, ko'rnakli chaqchaqchi Sabirkam Gapparov, shundan bilan birga mana yangi yigit beshimiz mana Azatkam Ibragimov endi haqiqatan qattiq gap qilib qo'ydi edi. Qattiq gap qilib qo'ydi. Albatta biz ularning fikrlarini o'zlariga o'qitib, ko'rsatib,
ruxsatini elib, ondan keyin gazet qildik. Shuning uchun men o'ylaymanki, biz ommaviy axborot vositalarida bizga qo'yilgan talablarning hammasini o'rildik. Hozir demokratiya, pluralizm deymiz. Shundaq paytda odamlar o'zlarining fikrlarini aytish huquqli. Shuning uchun men aytmoqchimanki, bundan keyin aytuvchilar bo'lsa, shundaq gaplarni qiluvchilar bo'lsa, yodida bo'lsinki, bir odamning fikri uchun gazet javob bermaydi. Biz o fikrni shu odamning javob berishi qoldiramiz. Men o'ylayman, yangi Azizakam bilan Sabirkamlar o'zlari aql tarasiga selib, undan keyin yangi oqsoqollarning oldida o'zining mavqesini aytib, kechirim so'rag'inimi shundan bo'lish kerak deb o'ylayman. Shunday ishlar bo'ldi. Biz uning ustiga sud bo'ldi, mana sud. Sud adil bo'ldi albatta. Sudga biz ishondik. Uyg'ur ovozining 100% gunohkor emasligiga ishondik. Bizning dalil isbotlar yetarli bo'ldi. U bir undan keyin yangi qonun bo'yicha har qanday odam o'zining fikrini aytish huquqli. Biz uni tekshirish huquqli. Fikrlarini tekshirib, yangi diktafondagi yozgan yozmalarimiz bor. Uning ustiga yangi aytgan odamlarning o'zining fikrini tasdiqlaydigan va gazetga chiqarishga ruxsat bergan qo'l qog'ozlari bor. Şuna bilan birga yangi gazetimizniki gazetxonlarning iltimosi bor. Bizga shu, "Hey odamlar, bunda eski yo'llar kirib ketmaydi, bunda qalayamqanchiliklar bo'lyotdi. Gazetlar bir duglak ustalmi, bir olimlarning, jamiyat arboblarining, jamiyat aktivlarining fikrlarini bersanglarchi" degan telefon qo'ng'iroqlarini urg'ilab kelgashga, ondan keyin o'zimizning shu birlik chaqirish vazifamiz bo'lg'achqa, biz mana shu yangi duglak ustalni uyushtirdik. Endi duglak ustal, ba'zilar deyishi mumkin, bu duglak ustal emas deb, shundaqmi bizga gunoh qo'yilgan bo'ldi sudda. Albatta, bugungi hammamizga ma'lum, butkul dunyoni besib tajsimon virus pandemiyasida hozir qanday bir odamlarni yig'ib bir yerda bir choralarni o'tkazish mumkin emas. Shuning uchun bu duglak ustal degan nom u o'zi qo'yilgan bir rubrika. Uni qanday format o'tkazish u jurnalistning, redaksiyaning mahoratiga bog'liq. Shunlashma biz savollarni tayyorlab, shu bizning spikerlarimizga yo'ldik. Ular o'zlarining javoblarini berdi, diktafonlar yoziqlar bor. Undan keyin biz qog'ozga tushirib, atiqiyalarini qattiq ketganlar bo'lsin, yo bo'lmasa axloqqa yetmaydiganlar bo'lsin, aytib, uni tayyorlab, tahrirlab, chiroyli keltirib, shu muallifni o'zi ko'rsatdik. Ular har qaysi qo'lni qo'yib qo'ygandan keyin, undan keyin biz gazetga berdik. Javobingizga rahmat. Endi Ershad aka, bu masalani sudga yetkazmay yechishning amallari qarashtirildimi? Albatta, bu mumkin qadar biz sudga yetkazmay bunday ishlarni o'tishimiz kerak deb o'ylayman. Endi sud bo'ldi, endi berildi, sudga shikoyat bo'lgandan keyin uning javob bo'ldi, u qarildi. Biroq sud o'zi hatto aşada yangi shikoyat qiluvchiga aytdi. Endi mumkin qadar inoq bo'yinglar. Bu masalani yeniq yo'l bilan, tinchlik yo'l bilan yechinglar deb sud o'z qaqshidi. Undan keyin sudning asha degan gapini mana so'zim-so'zlab beray. Bu yerda Uyg'ur ovoz gazetining gunohi yo'q. Sababi birinchidan odamlarning aytgan so'zlari bor, yangi dalillar bor. Uning ustiga Uyg'ur ovozi gazetining oxirida yangi gazet sayfasida chiqqan maqol mualliflarining fikri redaksiyaning fikri bo'lib hisoblanmaydi degan gap oxirida yo'g'on yiziqliq. Qara harflar bilan yiziqliq. Mana shuning amal qilyotdi. Shuning uchun bu yerda sotilishning hojati yo'q deb o'ylayman. Mumkin qadar birlashinglar deb ketdi. Shuning bilan sudning oldida men anladim, ashtoq oqsoqollar yig'in qo'yibdi, yangi ikki taraf qarshi bo'lgan ikki tarafni yaxshi qildiganga tirishibdi deb. Men xushal bo'ldim. Biz Uyg'ur ovoz u yerga chaqirilmadik. Mumkin u yerda uyushtirganlar tushungan bo'lish kerak. Uyg'ur ovozining bu yerda munosabati yo'q. Odamlar o'zlari yaxshi bo'lsa, masala yechildi deb o'ylagan bo'lish kerak. Shuningdek u yerda Azat Ibragimov o'zi kechirim so'rabdi, aytgan so'zi uchun qattiq ketibdimi deb. Endi Sabirkam og'rig'i bo'la kelamay qopti. Sabir G'appar vakolatan shu Uyg'ur xalqiga tanilgan atoqli shoir Abdug'ofur Qutlug' shu odamning nomidan u kechirim so'rabdi. Shuning bilan bu ish yerda tugatdi. Men o'ylayman, shu orliq tugatiblar, yangi maqolni gazetga berayotsalar putatdi. Sudga berilmaydigan ishdi deb o'ylayman. Endi buni gazetimizga bergan sababimiz, agar sudning qarori bilan bersak, biz 2-3 jumla bilan tuzitish berib qo'yatdik. Agar odamlar kechirim so'rasa, mana buni odamlarning buni fikrlari to'g'ri emas deb berib qo'yatdik. Bular yangi kechirim so'rgandan keyin oqsoqollarimiz iltimos qilgandan keyin biz bo'pti.
Uyghur halkının birligi üçün, Qozog'iston halkının birligi üçün aramızdaki uyuşcanlık buzulup ketmesin degan niyatda yangi xatni, axborotni gazetga berdik. Biroq o gazetni faqat shu cho'nglarimizning hurmatiga, bizni hurmatlaydigan gazetxonlarimizning hurmatiga, yangi bizning aktiv, bizning jamiyatlik ishlarning aktivistlarining hurmatiga shuni gazetga berdik. Shuningga berishga kelishimimizni berdik. Agar biz kelishimsak, umu berilmadi. Rahmat. Endi sotning qarori bilan siz bo'libmi Uyg'ur ovozi kelishamdi, qanoatlandimi? Albatta. Sotning qarori bilan biz cho'qim kelishdik. Birinchidan bu qarorni o'zining qaroridan ilgari chiqadi sot. Sababi sot necha qitim hammamiz yig'ilganda murojaat qildi. Ey, bo'ldi, sotni uning uyquga davomlashtirmanglar. Birlik kelinglar, ittifoq kelinglar dedi. Endi bu masalaning aqsoqollarimiz cho'ng beshin kichik qilib, o'zlarining balisidek Burxondan kechirim so'rab, yangi masalani yechayotganiga biz xushal bo'ldik. Shuning uchun biz gezitga bermaymiz deb tirajab tursak, uyat bo'ldi. Biz aqsoqollarimizni hurmat qilaylik. Xalqimizning shu Uyg'ur degan bir xalq deganning hurmatini qilaylik deb yangi gezitga ashlarning iltimosi bilan o'tgandagi axborotni berdik. Endi meni o'yim, menimcha har qanday sog'lom fikrli odam mushu meni o'yim bilan kelishish kerak. Mumkin qadar hamma ishni sotga bormay, sot o'zi deb ketdi. Uyg'urlarning oqsoqollari bor, Uyg'urlarning atoqli odamlari bor, yigit boshlari bor. Shu masalani shu yerda yeshamdinglarmi degan gaplarni qildi. Bu menga albatta og'ir keldi. Shuning uchun oxirdagi sotning shu iltimosini biz o'rinlashga kelishdik. Men endi nima deyman? Bizning prezidentimiz, mana elbosimiz hammasining olib qo'ygan birinchi maqsadi birlik, o'mlik, ittifoqlik. U birlik, o'mlik, ittifoqliksiz bir Uyg'ur xalqi emas, butunlay dunyo ilgari bosmaydi. Hech qanday iqtisodni taraqqiyot etmaydi, siyosatni dursulmaydi. Shuning uchun men o'zimning Uyg'ur jamoatchiligiga iltimosim, murojaatim mümkün kadar birbirimizni hürmetlep, qadrlab o'taylik. Ushaq-tushaq masalalar bo'lsa, qo'l sunsa, yangichida, bosh sunsa, bo'kichida demakchi, o'zaro yechishga to'liq mumkinchilik bor. Bizning aramizda ne atoqli ziyonlarimiz va atoqli jamiyat arboblari va shuning bilan birga shu aql o'rgatadigan ko'pni ko'rgan oqsoqollarimiz bor. Shuning uchun shu o'tni cho'g' paytidan ulg'aytmay, pudimay, pudsaqma o'chirish uchun pudab şu her qanday majrani o'z vaqtida besib etib, boshqa yoqlarga chiqamay yesh tarafdor deb o'ylayman. Shuning uchun har bir aytgan gapimizni o'ylanib qilganimiz afzal. Men aytmoqchimanki, gezitga bir fikr aytsa, u talab qilsa biz chiqaramiz. Ammo u fikr uchun shu aytgan odam o'z javob beradiganligini unutimiz kerak deyman. Shu hammamizga birlik, o'mlik va inoqlik tilayman. Almutuda Open Dance Cup xalqaro usul yo'nalishi bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. Mazkur san'at ko'rigiga 200 ga yaqin qatnashuvchi ishtirok qilib, ular 48 turlik usulni sahnaga chiqardi. Shularning orasida Do'stlik mahallasidagi Ilhom usul ansamblining usulchilari qatnashib, bir necha nominatsiya bo'yicha 3 mukofotli o'rinlarga ega bo'ldi. Ilhomchilar dunyo xalqlarining milliy usullari nominatsiyasi bo'yicha Uyg'ur usuli uchun 1-o'rin, To'pliq hind usuli uchun 2-o'ringa va yakka qo'choq usuli uchun 3-o'ringa erishdi. Shundaqla Uyg'urcha usul o'ynagan Emir va Anayat ismli go'daklar artistizm uchun mukofotga ega bo'ldi. Ansamblning rahbari, yosh talant egasi, ko'plagan jumhuriyatlik xalqaro ko'riklarning g'olibi Xalinur Sabirova o'zining yoshligiga qaramay pedagog sifatida yaxshi inkaslarga ega bo'lmoqda. Ilhomchilarga kelgusida texmi egiz pallalarning ko'rinishiga tilakdoshlik bildiramiz. В середине сентября в микрорайоне Достык прошел международный фестиваль уйгурских поваров-любителей. Организатором выступил бизнесмен Аркен Эбдимин. В этом мероприятии приняли участие повара более чем из 20 стран. Заявки подали более 800 человек. 19 сентября на стадионе микрорайона Достык в городе Алматы прошел чемпионат среди любительских футбольных команд, организованный под эгидой филиала Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана по городу Алматы.
в котором приняли участие команды Султан Корган, Дардамты, Абдукахар, Гремио, Анкл Бенс, Рахат, Аэродромная, Порбажин, Ворошилов, Тигермен. В финальном награждении приняли участие заместители председателя Республиканского этнокультурного центра, члены Ассамблеи народа Казахстана Ершат Асмятов и Долкунтай Абдулхалил, которые выступили с приветственным словом и вручили призы победителям. Спонсором чемпионата выступила компания Металл Пром Групп. Сабит Шамсидинов грек-рим күріші бойынша өткен жаһан чемпионатыда алтын медалін егілді. У Югославияда өткен мұсабықта ұйғырға қас қайсарлықны, күш ғайратны, алам дайырсыд намайыш қылды. Қырғызсталық қерінішіміздің еткен ұқтығы білән тәбірікләп, текімі бүйік чоқыларыны бейқындырды деп үмітлініміз. Алға, Сабит, біз сізге шынымыз. На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал Казахстан Уйгурлары с программой «Новости». Здесь делают честные новости. Біздің программамыз мұшының білән тамам. Эфирда болған Қазақстан Уйгурлары каналы хабарлар программасы. Сәмми хабарлар біздің каналымызда.